Gazli ichimliklar aslida ham zararlimi? Hozir aytib bergan ma'lumotlarim gazli ichimliklarni xush ko'ruvchi odamlarga yoqib tushishi aniq. Gazli ichimliklar iste'moli haqida ko'p bahs-munozaralar mavjud. Ilmiy tadqiqotlar aslida nima deydi? So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gazli ichimliklar asosan oddiy karbonatlangan suv sog'liq uchun unchalik ham zararli emas. Ayniqsa ularni me'yorda iste'mol qilsangiz va tarkibida qo'shimcha shakar yoki zararli kimyoviy moddalar bo'lmasa. 2001-yilda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, gazli suvning suyak zichiligi yoki tishlar sog'lig'iga ta'siri deyarli yo'q. Tish emaliga zarar berishi uchun tarkibida shakar yoki kislotalik darajasi yuqori bo'lishi kerak. Gazli ichimliklardan ayniqsa karbonatlangan toza suvni sog'liq uchun foydali tomoni ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. 2012-yilda italiyalik olimlar o'tkazgan tadqiqotlar shuni aniqladiki, gazli suv ichish ichak harakatini faollashtiradi, oshqozondagi gazni tashqariga chiqishga yordam beradi va hazm qilishdagi noqulaylikni kamaytiradi. Gazli suvdagi zararni gazning o'zi emas, balki tarkibidagi qo'shimchalar, ya'ni shakar, limon kislotasi belgilaydi. Xulosa, oddiy gazli suv yoki tarkibida shakar normadan ko'p bo'lmagan karbonatlangan ichimliklar me'yorda iste'mol qilinsa, organizm uchun xavfsiz. Shu bilan 90 soniya bo'ldi. Sizlar bilan Fazliddin, o'zingizni asrang.